Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Yurtimizda har yili noyabr oyining 2-yakshanbasi tibbiyot xodimlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Davlatimiz rahbari soha xodimlariga yo'llagan tabrigida O'zbekistonda o'rtacha umr ko'rish darajasi 73,8 yoshdan 75,1 yoshga uzayganida sog'liqni saqlash xodimlarining munosib hissasi bor deya alohida qayd etgan. Shu bilan birga shifokorlar kelajakda ham o'zlarining bilim va tajribalari bilan soha rivojini yangi bosqichga ko'tarishiga ishonch bildirgan. Prezidentimiz tabrigini barcha shifokor va hamshiralar, tizim jonkuyarlari o'zgacha quvonch va ko'tarinkilik bilan qarshi olmoqda. Shuhrat medaliga loyiq ko'rishibdi. Bundan men bag'oyatda xursandman. Boshim osmonga yetdi. Cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Tibbiyot sohasida 30 yildan oshiq vaqt mobaynida ishlab kelaman, lekin hozirgi Respublika tez tibbiy yordam markazida mana 11 yildan men xizmat qilaman. Keyingi 5-6 yil mobaynida juda katta o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Tibbiyot qaytadan isloh qilinmoqda. Zamonaviy tibbiy uskunalar, binolar rekonstruksiya qilinib qaytadan qurilmoqda. Bu biz ishimizni anchagina yengillashtiradi. Bundan keyingi ish faoliyatimda ham men bor bilimni, salohiyatimni, kuch-quvvatimni xalqimizning salomatligi yo'lida sarf qilishga harakat qilaman. Davrni o'zim taqqoslab ko'rganimda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Oxirgi mana shu 5 yil davomida juda ham katta ishlar olib borilyapti. Men shahar perinatal markazida hozir ish olib boryapman. Bizda chaqaloqlarda bo'lgan noyob operatsiyalar, kuverti sintez, amniya sintez operatsiyalari o'tkazilyapti. U bilan birgalikda gisteroskopiya, laparoskopiya, bu endoskopik operatsiyalarga juda ham katta e'tibor berildi. Kardiologiyada, oftalmologiyada bu operatsiya juda ham keng amalga oshirib borilmoqda. Bularning hammasiga prezidentimizning bo'lgan tashabbusi menimcha birinchi o'rinda deb bilaman. Xalqning salomatligini yaxshilash to'g'risida juda ham katta imkoniyatlar yaratildi. Samarqandda UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi doirasidagi tadbirlar davom etmoqda. Markaziy Osiyo xalqaro instituti tomonidan tashkil etilgan sayti event ham shular jumlasidan. Hozirgi lavha yangi Markaziy Osiyo madaniyat, ta'lim va ilm-fan orqali birgalikda rivojlanish va farovonlikka erishish yo'li mavzusidagi tadbirdan tayyorlangan. Markaziy Osiyo asrlar davomida madaniy aloqalar, fan va savdo maydoni bo'lib kelgan. Bugungi geosiyosiy bo'linishlar avj olgan davrda esa hudud tinchlik, ishonch, barqarorlik, o'zaro tushunish, hamkorlik va yaxshi qo'shnichilikning kuchli va ijobiy timsolini yaratmoqda. Shuningdek, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'zaro murakkab masalalarni, chegaralar, suv resurslari, iqlim barqarorligi, yoshlar va ayollar masalalarini birgalikda muhokama qilib, hamkorlikda hal etmoqda. 2018-yilda tashkil etilgan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvlari mexanizmi esa o'z navbatida umumiy kun tartibini shakllantirish, ishonchni mustahkamlash va muvofiqlashtirilgan qarorlarni ishlab chiqish uchun yangi vositaga aylandi. Markaziy Osiyo xalqaro instituti Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyodagi preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markazi bilan birgalikda tashkil etgan tadbirda mintaqadan 200 dan ortiq diplomatlar, hukumat vakillari, UNESCO va Birlashgan Millatlar Tashkilotining boshqa institutlari mas'ullari, olimlar va tadqiqotchilar ishtirok etdi. Tadbir madaniyat, ta'lim, fan va turizm sohasidagi amaliy tashabbuslarga, jumladan qo'shma loyihalarni ishga tushirishga, shuningdek gumanitar va ta'lim dasturlari orqali mintaqaviy integratsiyani mustahkamlashda UNESCOning hamkor sifatidagi roliga bag'ishlandi. Bundan tashqari, tadbirda mintaqaviy hamkorlikning hozirgi dinamikasi, gumanitar, ilmiy va ta'lim tashabbuslari natijalari taqdim etilib, 2025-yilda Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining 7-maslahat uchrashuvida O'zbekiston raisligida mintaqa mamlakatlarining keyingi qadamlari muhokama qilindi. Bugungi tadbir Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Tojikiston Respublikasi uchun ham har tomonlama tarixiy ahamiyat kasb etadi. Biz bugun inson huquqlari, diniy erkinlik, ta'lim va madaniyat to'g'risida ko'p muloqot qilyapmiz. Biroq ajdodlarimiz bu haqda necha asrlar avval ham ta'kidlashgan. Quvonarli tomoni shundaki, xalqaro tashkilotlar, bu o'rinda xususan UNESCO bilan hamkorlikda mazkur masalalar bo'yicha aniq qarorlar, reja va dasturlarni ishlab chiqish ishlari olib borilmoqda. Agar biz yanada birlashsak, Markaziy Osiyoni yorqin
kelajak kutyapti. Bizda salohiyat bor, imkoniyat bor. Muloqotlarda albatta kelishuvga erishamiz. Bugungi Side Invent'da ekspertlar yangi Markaziy Osiyo tushunchasiga ta'rif berdilar. Bizni nima kutyapti? Yangi mintaqaning ko'rinishi, istiqboli qanday bo'ladi va uning yanada yaxshi ma'noda globallashuvi uchun qanday ishlarni amalga oshirish kerak? Shu kabi savollarga muhokamalar orqali javob izlandi. Umid qilamizki, shu bilan to'xtab qolmaymiz. Bugungi maxsus tadbir natijasida har tomonlama samarali loyiha va dasturlar ishlab chiqiladi. Side Event Markaziy Osiyo mamlakatlari va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi sheriklikni mustahkamlash yo'lidagi muhim qadam bo'lishi, mintaqa davlatlarining qo'shma tashabbuslari va muvofiqlashtirilgan harakatlari natijalarini yangi loyihalar orqali namoyish etishi, shuningdek tajriba almashish, mintaqada barqaror rivojlanishni mustahkamlashga qaratilgan takliflarni ishlab chiqish yo'lida muhim platforma sifatida xizmat qilishi kutilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda jamiyat hayoti uchun muhim va dolzarb bo'lgan bir qator qonun loyihalari ko'rib chiqildi. Jumladan, O'zbekistonda Islomiy bank faoliyatini joriy etish hamda jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslar ustidan nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihalari kun tartibidan o'rin oldi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisi O'zbekistonda Islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qonun loyihasi muhokamasi bilan boshlandi. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining ayrim qonunlariga Islomiy bank faoliyatini amalga oshirishning huquqiy asoslarini belgilovchi qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilmoqda. Deputatlarning fikricha, qonun loyihasining qabul qilinishi mamlakatimizda Islomiy bank xizmatlarini bosqichma-bosqich joriy etishga va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga xizmat qiladi. Mazkur qonun loyihasining qabul qilinishi natijasida O'zbekistonda xalqaro standartlarga mos ravishda Islomiy bank faoliyatini amalga oshirish uchun zarur huquqiy asos yaratiladi. Bu o'z navbatida islomiy banklar, islomiy darchalar va islomiy mikro moliya banklari tashkil etilishiga va natijada aholi va tadbirkorlik subyektlarining muqobil moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatining kengayishiga xizmat qiladi. Qonun hujjatlariga kiritilayotgan hozirgi kunda o'zgarishimizda 8 ta qonunga va 2 ta kodeksga o'zgartirish bo'lyapti va islomiy bank faoliyatini amalga oshiruvchi mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha alohida institutlar yoki oliygohlar joriy etilishi hozir ko'zda tutilmoqda. Majlis kun tartibidagi ikkinchi masala jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslar ustidan nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslarning 72 tasi qayta jinoyat sodir etgan. Joriy yilning 10 oyligida esa bu ko'rsatkich 163 tani tashkil etmoqda. Mazkur qonun loyihasi shunday holatlarning oldini olish, jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslar ustidan nazoratni kuchaytirish va takomillashtirishga qaratilgan. Amaldagi qonunchilikka ko'ra jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslar muddatidan ilgari shartli ozod qilinishi mumkin. Lekin mana shu o'talmagan jazo muddati davomida bu sinov muddatida bo'ladi va bu sinov muddati davomida sud tomonidan unga muayyan majburiyatlar yuklanishi mumkin. Qonun loyihasining ahamiyati shundaki, mana shu sud tomonidan majburiyat yuklatilgan holatlarda o'sha mahkumning huquqi ustidan nazoratni amalga oshirish tartibi bo'yicha Jinoiy ijro kodeksi yangi bob bilan to'ldiriladi. Sudga taqdimnoma bilan chiqish tartibi, sud tomonidan uni ko'rib chiqishi va qaror qabul qilish masalalari ochib beriladi. Qonun loyihasining qabul qilinishi kelgusida avvalo huquqiy bo'shliqni bartaraf etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga muddatidan ilgari shartli ozod qilinganlarni qayta jinoyat sodir etishini oldini olish, ularda qonunga itoatkorlik ruhini yanada shakllantirishga xizmat qiladi. Deputatlar mazkur yo'nalishdagi muhokamalarni davom etishdi. Navbatdagi masala O'zbekiston Respublikasi bilan Vengriya o'rtasida ushlab berish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi qonun loyihasi bo'ldi. Shartnomaning kuchga kirishi natijasida O'zbekiston va Vengriyaning huquqni muhofaza qiluvchi organlari o'rtasida jinoyat ishlarini tergov qilish va sudda ko'rish samaradorligi oshadi. So'nggi yillarda iqtisodiy jinoyatlar, uyushgan jinoyatlarni oshib borayotganligi natijasida bugungi kunda mana shu ushlab berish to'g'risidagi bir shartnomalarni ratifikatsiya qilishga ehtiyoj tug'ilyapti. Shu munosabat bilan mana bugungi kunda mana shu Qonunchilik palatasida Vengriya bilan mana shu ushlab berish to'g'risidagi qonunni qabul qilinishi, ya'ni ratifikatsiya qilinishi bu ertangi kunda mana shunday jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni o'sha ushlab berish tartibini kuchga kirishiga imkon yaratadi. Mazkur
shartnoma 26 ta moddadan iborat hamda o'sha kirish qismidan iborat. Albatta bu shartnomaning kuchga kirishi jinoyatlarni sodir etib qochib yurgan shaxslarni ushlab berilishi hamda ular uchun jazoni muqarrarligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, deputatlar davlat boji to'g'risidagi qonun loyihasi hamda parlament nazoratiga oid bir qator masalalarga ham e'tibor qaratishdi. Yakunda ko'rib chiqilgan hujjatlar bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi. Masuda Somiddinova, Bobur Dadaboyev, Poytaxt. O'zexpo Markaz milliy ko'rgazmalar majmuasida Securex Uzbekistan 2025 va ITH Expo 2025 xalqaro ko'rgazmalari o'z ishini boshladi. Tadbir xavfsizlik, texnologiyalar, innovatsiyalar shiori ostida o'tkazilmoqda. Ko'rgazmalarda xavfsizlik tizimlari, elektronika va ilg'or texnologiyalar sohasidagi eng so'nggi ishlanmalar namoyish etilmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Bu yilgi Securex Uzbekistan va EdTech Expo ko'rgazmalari xavfsizlik va texnologiyalar sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun muhim platforma bo'lib xizmat qilmoqda. Tadbirda o'ndan ortiq mamlakatdan 130 dan ziyod kompaniyalar ishtirok etdi. Securex Uzbekistan doirasida xavfsizlik tizimlari, kirishni nazorat qilish, yong'inga qarshi vositalar va dronlarga qarshi himoya tizimlari taqdim etildi. Bir qancha yirik kompaniyalar o'zlarining zamonaviy video kuzatuv uskunalari va kirishni boshqarish tizimlarini namoyish qildilar. Bu ko'rgazma asosan xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan bo'lib, O'zbekiston Respublikasida barcha xavfsizlikni ta'minlash kuch tuzilmalari va manfaatdor xususiy korxonalar ishtirok etgan. Bizning korxonamiz asosan uchuvchisiz uchish apparatlariga, ya'ni dronlarga qarshi kurash vositalarini ishlab chiqaradi va ushbu vositalar bilan O'zbekiston Respublikasi xavfsizlik idoralari, vazirliklarida va hamda chet ellik hamkorlariga ushbu tizimlarni yetkazib berish bilan shug'ullanamiz. Ko'rgazmada qatnashish asosiy maqsadimiz asosan hamkorlar bilan muloqot o'tkazish, mahsulotlarimizni taqdim qilish va keyinchalik ushbu tizimlarni bevosita mijozlarga yetkazib berishni amalga oshiramiz. EdTech Expo 2025 ko'rgazmasida esa elektronika, elektrotexnika, aqlli binolar, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish va robototexnika sohalaridagi innovatsion mahsulotlar keng jamoatchilik e'tiboriga havola etildi. Biz Germaniyada joylashgan tolali optik sezgirlik texnologiyalarini ishlab chiqaruvchi katta tashkilot vakillari sifatida ishtirok etyapmiz. 20 yildan buyon Germaniyada faoliyat yuritib kelayotgan kompaniyamiz bugungi kunda AQShdan tortib Avstraliyagacha bo'lgan ko'plab mamlakatlarda loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirgan. Kompaniyamiz ilg'or texnologiyalar asosida yong'inni aniqlash, perimetr xavfsizlikni ta'minlash hamda neft, gaz va boshqa quvurlarni monitoring qilish bo'yicha zamonaviy yechimlarni taklif etadi. Mahsulotlarimiz Fransiya va Germaniyani bog'lab turuvchi mashhur Eurotunnelda ham qo'llanilgan. Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga kelishimizdan maqsad bu mintaqaning ulkan imkoniyatlariga ega, jadal rivojlanayotgan bozorni o'rganishdir. Shu sababli biz faoliyatimizni O'zbekistonda ham yo'lga qo'yishni xohladik. Dastlabki yo'nalish sifatida esa yong'in aniqlash tizimlarini joriy etishga alohida e'tibor qaratmoqdamiz. Ko'rgazma davomida ishtirokchilar xavfsizlik va innovatsion texnologiyalar sohasidagi yangi yechimlar bilan tanishish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Xulosa qilib aytganda, Securex Uzbekistan va EdTech Expo 2025 xalqaro ko'rgazmalari mamlakatimizda xavfsizlik infratuzilmalarini rivojlantirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsion hamkorlikni kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aziza Nizomiddinova, Abdumajid Abdug'aniyev, Poytaxt. O'zbekiston kasaba uyushmalari harakatining 120 yilligi munosabati bilan ko'p yillardan buyon kasaba uyushmalari tizimida samarali mehnat qilib, bugungi kunda ham yosh avlod kamolotiga munosib hissa qo'shib kelayotgan faxriylar bilan uchrashuv o'tkazildi. Shuningdek, tizimda o'tkazilgan turli ijtimoiy loyihalar va tanlovlar g'oliblari taqdirlandi. Tadbir avvalda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi ishtirokchilarni prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda keng nishonlab kelinayotgan 11 noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni munosabati bilan qutlab, O'zbekiston kasaba uyushmalari kunini belgilash to'g'risidagi qonun qabul qilingani kasaba uyushmalari hayotida unutilmas voqea sifatida tarixga muhrlanganini alohida ta'kidladi. 11 noyabr kasaba uyushmalari kuni munosabati bilan tashkil etilgan anjumanda tizim tarixida o'ziga xos o'rin tutgan va soha rivojiga munosib hissa qo'shgan bir guruh faxriylarga O'zbekiston kasaba uyushmalari harakatining 120 yilligi munosabati bilan kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan ta'sis etilgan O'zbekiston kasaba uyushmalarining 120 yilligi esdalik nishoni, faxriy yorliq va sovg'alari topshirildi.
Men nihoyatda xursandman. Yaqindagina mana shu bayram munosabati bilan juda katta tadbir bo'ldi. Prezidentimiz bilan uchrashdik. Prezidentimiz kasb uyushmalarining faoliyatiga juda katta baho berdilar va shu bilan birgalikda hamkorlikda ishlash bo'yicha katta vazifalar qo'ydilar. Mahallalarga chiqish, joylarga yetib borish, xalqi dardi bilan birgalikda bo'lish masalalarini kasb uyushma faollarini oldiga qo'ydilar. Bu bir tomondan e'tibor bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan yengni-shimari harakat qilishi vazifalari qo'yildi. Biz faxriylar bugun bayramda qatnashib nihoyatda xursand bo'ldik. Bugungi e'tibor, bugungi bo'lgan bizga munosabat bizni boshimiz osmonga yetdi. Qisqa muddatda respublikamizda bo'lgan o'zgarishlar beqiyos desak bo'ladi. Qurilgan imoratlar, korxonalar, yo'llar, maishiy xizmat tizimlari va hokazo. Shu bilan birgalikda xalqimizning turmush tarzi o'zgardi. Xalqimizning fikrlashi, dunyo qarashi o'zgardi. Butun davlat, nodavlat tashkilotlarini, jamoat tashkilotlarining ishi va kasb uyushmalarining ishlari tubdan o'zgarib ketdi. Bugungi kunda kasb uyushmalari hayotimizning barcha jabhalarida faol qatnashmoqda. Bizga o'xshagan keksa mehnat faxriylariga, sayohatlarga, ziyoratgohlarga borib dam olib kelyapmiz. Kasb uyushmalar federatsiyasi butun respublika bo'ylab yangi sanatoriyalar, yangi bolalar dam olish oromgohlarini qurilishida kattadan katta yordam berib kelmoqda. Tantanali tadbirda ko'p yillik samarali mehnatga erishgan alohida yutuqlari bilan sog'liqni saqlash, ilm, fan, madaniyat va sport sohalarini rivojlantirish, shuningdek kasb uyushmalarining nufuzini yuksaltirish va xalqaro hamkorlarni qo'llab-quvvatlashga munosib hissa qo'shgan peshqadamlarni rag'batlantirish maqsadida ta'sis etilgan O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi laureati mukofotining 2025-yilgi sovrindorlariga ushbu mukofot tantanali ravishda topshirildi. Mana oxirgi paytda ko'radigan bo'lsak, 8-9 yil ichida davlat rahbari tomonidan olib borilayotgan siyosatni qaraydigan bo'lsak, umuman o'zgardi. Lagerlar, sanatoriyalar, boshqalarning soni 1-2 barobar emas, 10 barobarga o'zgardi. Bu birinchi nima. Ikkinchi, hozir bo'layotgan mana agar aviakompaniya rahbari sifatida aviakompaniyada qaraydigan bo'lsak, o'rtacha 70% ortuv bizning ishchilarimiz hammasi bugun kasb uyushmalarining a'zosi hisoblanadi. Bu oxirgi 4-5 yil ichida juda ham bir faol nimaga tushsam to'g'ri bo'ladi, nimagaki odamlarda bu kasb uyushmasiga juda ham katta ishonch paydo bo'ldi. Shundan kelib chiqqan holda hamma a'zo bo'lishidan o'zi manfaat topadi. Shundan so'ng vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz turmush farovonligini yanada oshirish yo'nalishidagi ishlarda faol ishtirok etayotgan mehnatkashlarning ijtimoiy iqtisodiy huquq va manfaatlarini himoya qilish va kasb uyushmalari faoliyat rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan bir guruh yurtdoshlarimiz O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasining ehtirom nishoni bilan taqdirlandi. Navbatdagi mukofotlar mehnat muhofazasi va xavfsizligi bo'yicha jamoatchilik nazoratini tashkil etish yuzasidan o'tkazilgan respublika ko'rik-tanlovi hamda elektr energiyasi va yoqilg'i energetika resurslarini tejash bo'yicha eng yaxshi kasb uyushma tashkiloti tanlovi g'oliblariga topshirildi. Barcha ko'rik-tanlovlar va nominatsiyalar g'oliblariga O'zbekiston kasb uyushmalarining 120 yillik esdalik nishoni, O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi diplomi, O'zbekiston kasb uyushmalari 120 yil xalq bilan kitobi va esdalik sovg'alari topshirildi. Hayotimizning har soniyasida kutilmagan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Ayniqsa salomatlik bilan bog'liq holatlarda xoh u katta, xoh kichik masala bo'lsin, ijtimoiy ko'mak, himoya va sifatli xizmat zarurdir. Bu borada xorijiy mamlakatlarda aniq tizim yo'lga qo'yilgan. Mamlakatimizda ham 2020-yildan boshlab davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi tashkil etilib, aholi salomatligini mustahkamlash va umr ko'rish davomiyligini oshirish borasida bosqichli harakatlar olib borilmoqda. Sog'liqni saqlash sohasida fuqarolarning tibbiy xizmatlarga ehtiyojini o'z vaqtida va sifatli ta'minlashga yo'naltirilgan tizimni shakllantirish bugungi kunning muhim talabi. Dunyoning ko'p mamlakatlarida tibbiy sug'urta joriy etilgan bo'lib, ular tajribasining eng yaxshi jihatlarini yurtimizda qo'llash uchun davlat tibbiy sug'urtasi tizimi ish boshlagan. Aslida bu sa'y-harakatlardan asosiy maqsad inson kapitali va aholi salomatligini to'liq ta'minlashdir. Prezidentimizning tashabbuslari asosida bu davlat tibbiy sug'urtasi yo'lga qo'yildi. Ya'ni bunda aholi hech qanday badal puli to'lamasdan, chiqimdor bo'lmasdan davlatning hisobidan sug'urtalanadi. Sizni sug'urtalanganingiz oilaviy poliklinikadan boshlanadi. Ya'ni siz tibbiy xizmatdan foydalanuvchi sifatida tibbiyot muassasalariga borasiz, tibbiy xizmatlarni olasiz va sizga tibbiy xizmat ko'rsatgani uchun tibbiyot muassasasiga davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi mablag' to'lab beradi. Kafolatlangan paketi bor.
tibbiy sug'urtani. Mana shu kafolatlangan paketdagi ko'rsatkichlar bo'yicha sizni kasalligingizni holati kunduzgi shifoxonadan ko'ra ko'proq e'tibor, ko'proq tibbiy xizmat talab qiladigan bo'lsa, sizni tuman darajasidagi yoki viloyat darajasidagi tibbiyot muassasasiga elektron shaklda yo'naltirishadi. Buni oilaviy shifokor qiladi. Va siz tumanda yoki aytaylik respublika darajasida kafolatlangan paket doirasida tibbiy xizmat olasiz va bu siz uchun bepul bo'ladi. Yaqin yillargacha aholi sug'urta tizimiga ko'p murojaat qilmas edi, boisi ushbu faoliyat va uning qulayliklari haqida ma'lumotlarga ega bo'lmagan. Endi esa davlat tibbiy sug'urtasining joriy etilishi ancha masalalarga vaqtida yechim bo'lmoqda. Har oy o'zim shu poliklinikamga chiqaman. Ko'riklardan muntazam ravishda o'tib turaman. Shifokorimiz shu meni kasalimga qarab dorilarni yozib beradi. O'zimizga poliklinikaga biriktirilgan aptekalardan shu dorilarni olib turaman muntazam ravishda. Dorilarni bepul olib, mana davolanyapmiz mana. Bu tizimning to'liq joriy etilishi aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati va ko'lamini oshirish bilan birga kasalliklarni erta aniqlashga imkon yaratadi. Keyin yana bitta narsa, reimbursatsiya tizimi ham Toshkent shahrida joriy etilgan. Reimbursatsiya tizimida aholining surunkali toifadagi bemorlar, ya'ni o'sha oilaviy shifokorda D ro'yxatida turadigan bemorlarni, masalan, yurak ishkemik kasalligi, qon bosimi yuqori yuradiganlar, qandli diabet kabi surunkali kasallar bilan og'rigan bemorlarga 28 xildagi dori vositalari dorixonalar orqali bepul beriladi. Davlat tibbiy sug'urtasining to'liq joriy etilishi tibbiyotga ajratilayotgan mablag'larning maqsadli sarflanishini ta'minlab, tibbiyot muassasalarining moddiy texnik bazasini yanada yaxshilashga olib keladi. Dori-darmonlar ta'minoti esa uzilmaydi. Qolaversa, tibbiyot xodimlarining oylik maoshi bosqichma-bosqich oshib boradi. Diyorbek Abdurahmonov, Umid Turg'unov, Poytaxt. Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksining Toshkent xalqaro aeroporti chegara bojxona posti xodimlari ko'p miqdordagi dori vositalarini respublikamizga yashirincha olib kirishga bo'lgan navbatdagi urinishni fosh qilishdi. Hozirgi lavha shu haqda. Gap shundaki, Delhidan uchib kelgan yo'lovchilardan biri aeroportning uchib kelish zalida xuddi shu vaqtda umra safaridan ham yo'lovchilar qaytganini payqab, qing'ir reja tuzadi. Ya'ni ziyoratdan qaytayotgan yo'lovchilar bojxona nazoratidan o'tkazilmaydi degan yanglish fikrga borib, aeroport hojatxonasida kiyimlarini almashtiradi va go'yoki umradan qaytgan ziyoratchilardek o'zini ko'rsatishga urinadi. Bu bejiz emas edi. Ushbu shaxsga tegishli bagaj belgilangan tartibda bojxona xodimlari tomonidan ko'zdan kechirilganida, uning ichida qiymati salkam 205 million so'mlik 1798 dona turli dori vositalari yashirilgani fosh bo'ldi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda. Yakkasaroy tumanida ichki ishlar organi xodimiga pora taklif qilgan shaxs jinoyat ustida qo'lga olindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi tomonidan taqdim etilgan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan tumanda o'zida shubha uyg'otgan shaxs to'xtatilib, yoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Qariya xolislar 2 nafar shaxs o'zida shubha uyg'otganligi uchun to'xtatdik. Sizlar ishtirokchilarni oldin tekshiramiz. Agar noqonuniy narsa aniqlanadigan bo'lsa, bayonnoma rasmiylashtirib olamiz. Natijada undan 2 dona oq shaffof polietilen paketga o'ralgan oq kristalsimon giyohvandlik vositasiga o'xshash modda topildi. Surishtiruvlar jarayonida fuqaro ushbu moddalarni o'zi iste'mol qilish uchun olganligini bayon qildi. Men Kamron o'rtog'im bilan Toshkent shahriga keldik. Telegram bot orqali giyohvand moddasi sotib oldi. Bu moddani bir qismini iste'mol qildik. Chekimga yetib olsam, modda turganini ko'rib, kissamga soldim. Keyin o'sha payti ichki ishlar organi xodimlari bizni ushladi. Mazkur holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilayotgan vaqtda esa fuqaro ichki ishlar organi xodimiga to'plangan hujjatlarni yo'q qilib yuborish uchun pora taklif qiladi. Tezkor xodim esa bu holat jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida ogohlantirishiga qaramay, fuqaro o'z taklifida davom etadi. Tovarim puli bor dedi. O'z boshida har xil aytib ko'rdim-da. Yog'idan kelib aytaverdim, yana kelib aytaverdim, akajon yordam qiling, shu miyaga o'tirib qolgandi-da, chunki o'sha narsa qanday shu hamma pulimni olib borib berdim-da. Aka deb qo'yib yuborsangiz bo'ldi degan narsaga o'tirib qoldim miyaga. Keyin shu xonasiga kirib
pullarni bloknot orqasiga qo'yishini bilaman. Xodimlar kirib kelishdi, tushuntirishdi vaziyatni shunaqa haqida. Oldin ham giyohvand vositalari bilan tushganman. Yana o'sha va holatni takrorladim. Qo'shimchasiga ichki ishlar organi xodimiga pora taklif qildim. Men ishimni afsusdaman. O'shani oldim. Kechirishlar so'rayman. Tezkor tadbir davomida qo'lga olingan gumonlanuvchi bir necha marta ogohlantirishimga qaramasdan pora taklif qildi. Shundan so'ng Ichki ishlar bosh boshqarmasiga bildirgi bilan murojaat qildim. Shundan so'ng Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi hamda Yakkasaroy tumani prokuraturasi tomonidan tuzilgan tezkor guruh tomonidan gumonlanuvchi ichki ishlar organi xodimiga 4300 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora sifatida berayotgan vaqtida qo'lga olindi. Sizdan so'raymiz. Bu pulni siz taqdim qildingizmi yo'qmi? Nima sababdan? Yangilik qilishni yozgan. Biz qanqaroyatda xolisda turibdi deganlar so'rayapti. Aytish joizki, ichki ishlar organi xodimining o'z xizmat vazifasiga vijdonan yondashganligi natijasida zahri qotil muomalasiga chek qo'yilishi bilan birga pora berishdek illatning oldi olindi. Eslatib o'tamiz, pora olish, berish va pora olish-berishda vositachilik qilish uchun jazo muqarrar. Ushbu jinoyatlarni sodir etganligi uchun qonunda 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi belgilangan. Saudiya Arabistoni mezbonlik qilayotgan 6-Islom birdamligi o'yinlarining navbatdagi kuni ham yurtimiz sportchilari uchun muvaffaqiyatlarga boy bo'ldi. Musobaqaning navbatdagi kunida sportchilarimiz jami 5 ta oltin, 3 ta kumush va 1 ta bronza medalni qo'lga kiritishdi. Jumladan boks bahslarida Abdulloh Madaminov, Madiyar Daniyarov va Xumorabonu Mamajonova oltin, Odinaxon Ismoilova esa kumush medalga ega chiqdi. Og'ir atletika bo'yicha o'tgan bellashuvlarda Sarvar Zafarjonov siltab ko'tarish bo'yicha oltin, dast ko'tarishda kumush, ikki kurash yakuniga ko'ra yana bir oltin medalga sazovor bo'ldi. Kompleks suzish bo'yicha 100 metrga aralash estafeta bahsida terma jamoamiz a'zolari 3-chi bo'lib marraga yetib kelgan bo'lsa, dzyudochilarimiz jamoaviy aralash bellashuvda 2-o'rindan joy oldi. Shu tariqa O'zbekiston delegatsiyasi 6-Islom birdamligi o'yinlarida 9 ta oltin, 12 ta kumush va 8 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida 2-o'rinda bormoqda. Xalqaro shaxmat federatsiyasi FIDE 2026-yilgi nomzodlar turniri haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra 2026-yilgi erkaklar va ayollar o'rtasidagi da'vogarlar turniri 28-martdan 16-aprelgacha Kipr davlatida bo'lib o'tadi. Musobaqa Pafos yaqinidagi kurort mehmonxonada o'tkaziladi. Turnirning minimal mukofot jamg'armasi rekord darajadagi 1 million yevroni tashkil etadi. Nomzodlar turnirida dunyoning 8 nafar yetakchi shaxmatchisi ishtirok etadi. Ular 2025-yilgi FIDE Jahon Kubogi va Grand Swiss natijalariga ko'ra qat'iy tanlov jarayonidan o'tgan. Ayollar o'rtasidagi nomzodlar turnirining saralash bosqichi ayollar o'rtasidagi Grand Prixni ham o'z ichiga oladi. Nomzodlar turniri g'olibi amaldagi jahon chempioni hindistonlik Domaraja Gukeshga qarshi jahon chempionligi uchun o'ynash huquqini qo'lga kiritadi. Ayollar o'rtasidagi chempionlik unvoniga xitoylik Zhu Wenjun egalik qiladi. Amerikalik Fabiana Caruana va Hikaru Nakamura, niderlandiyalik Anish Giri va germaniyalik Matthias Blumbaum allaqachon turnirga yo'llanmani qo'lga kiritgan. Toshkent davlat agrar universitetida universitetning 95 yillik yubileyi munosabati bilan rektor kubogi xalqaro kurash musobaqasi bo'lib o'tdi. Bellashuvlarda Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondan kelgan talaba kurashchilar mahorat va irodalarini namoyish etdi. Musobaqani universitet rektori ochib berdi. U o'z nutqida kurashning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyatini ta'kidlab, ishtirokchilarga omad tiladi. Bellashuvlar yuqori saviyada va murosasiz raqobat ruhida o'tdi. Natijalarga to'xtalsak, 73 kilogramm vazn toifasida g'oliblik Agrar universiteti talabalari Ulug'bek Otamurodov va Jasurbek Allamurodovga nasib qildi. Ular birinchi va ikkinchi o'rinlarni egallashdi. 81 kilogramm vazn toifasida ham birinchi va ikkinchi o'rinlar Agrar universiteti talabalari Diyorbek Bahronov va Rahmatilla Nuriddinbekovga nasib qildi. Qizlar o'rtasidagi 57 kilogramm vazn toifasida g'oliblikni Agrar universiteti talabalari Oysuluv Toshtemirova va Go'zal Xolmurodova qo'lga kiritdi.
keyingi o'rinlar Qozog'iston va Qirg'iziston vakillariga nasib qildi. Siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yana efirda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Shirin barbekyu kolbasalardan ham mazaliroq faqat barbekyuning ikkinchi porsiyasi bo'lishi mumkin. Har bir uyda Shirin